Ushbu darsimizda aynan mana shunaqa montaj jarayonlarini o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin obuna tugmasini bosib qo'ying. Qani ketdik. Bosdingizmi? Boshladik unda. Do'stlar, o'zimga kerakli rasmni tanlab olganman. Mana shu rasmlardan foydalanamiz. Hozir mana bu ikkinchi karuselni ko'rib o'tyapmiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda Q harfini bosib, mana bu yerdan o'zimizga kerakli shape hosil qilib olamiz va bu shape'ni shunchaki demak C1 deb, ya'ni karusel 1 deb saqlab qo'yamiz. Rectangle ochib olamiz. Rectangle deb pastga kirib olamiz. Roundnessga o'tib, bu yerdan buni 30 qilib qo'ysak ham bo'ladi. Juda ham yaxshi. Mana shu holat bizga yetadi. Endi buni qisqaroq qilamiz va kichkinaroq qilib olamiz. Ya'ni mamstirlikni bosib kichkina qilib oldik. Endi mana bu yoqqa salgina balandroq ko'tardim. O'lchami menimcha yaxshi yoki 90 qilib kichkinaroq qilsak ham bo'ladi, chunki hozir ko'paytiramiz buni. Endi do'stlar, buni Ctrl Alt Home va Ctrl Home deb bosib markazga tushiramiz va endi buni tepaga chiqarib olamiz. Yaxshi. Endi Y harfini bosib anchor pointini bu yoqqa pastga tushiramiz do'stlar. Eng pastga qo'yib qo'ydim mana. Mana bu yerga qotirdik. Va Ctrl S deb bosib saqlab qo'ydim. Endi Ctrl D ni bosyapman-da. Nima qilyapman? R harfini bosib mana bu yerdan gradusini buramiz. Masalan, 36 gradus qiladigan bo'lsak, to'liq aylanib keladigan bo'lsa 10 ta dona bo'ladi. Ya'ni 360 gradusda 10 ta 36 bo'lganligi uchun 10 ta karusel hosil bo'ladi. Tushuntira oldimmi? 36 gradusdan bo'lsa 360 gradusda ichida 10 ta karusel hosil bo'ladi. Hozir yana video davomida buni ko'rib tushunib olasizlar do'stlar. Ikkalasini ham belgilayman. Ctrl D ni bosib, yana buni tepaga chiqarib olib, R harfini bosib, buni ham xuddi shunaqa holatda mana bunaqa tortib olamiz do'stlar. Mana juda ham yaxshi. Va bu to'rtalasini ham birlashtirib, Ctrl D ni bosib, ya'ni to'rtalasini ham belgilab olamiz va Ctrl D ni bosib, mana bunaqa holatda Ctrl R da bosadigan bo'lsak, buni ham xuddi shunaqa holatda ko'paytirib olsak bo'ladi. Yana Ctrl D ni bosamiz. Endi qaranglar, bu yoqda 2 dona qoldi. 4 ta 8 ta ketdi. Endi yana oxirgi ikkitasini ko'ramiz. Mana belgilaydigan bo'lsak, bizga eng oxirgi ikkita kerak. Mana 1 va 2. Ctrl D ni bosib, mana shu ikkalasini ham R harfini bosib, mana bunday tepaga chiqarib qo'yadigan bo'lsak, to'liq karuselimiz hosil bo'ladi. To'g'ri, hammasi aniq bo'lmasligi mumkin, 1-2 gradusga farq qilishi mumkin. Buni to'g'rilashda oson yo'llari bor. Ya'ni har bittasining raqamlarini 36 qo'shib ketsak ham bo'laveradi. O'shanda adashmaymiz. Endi men tezroq, osonroq tushuntirish uchun sizlarga mana shunaqa belgilab ko'rsatdim. Endi bitta nal ochib olamiz. O'ng tugmani bosib, sichqoncha o'ng tugmasini bosib, mana bu yoqdan kirib, nalni ochib olsak ham bo'ladi. Yoki mana bu yoqdan kelib layerga o'tib, mana bu yoqdan ochib olsak ham bo'ladi. Ikkalasi bitta narsa. Yoki menga o'xshab garajik klavishlardan yaxshi foydalansanglar, yodlab olsanglar juda ham oson. Endi do'stlar, mana bu null objektimizni anchor pointini mana bu yoqqa pastga tushirib qo'yamiz. Ya'ni mana buni ham anchor point shu yerda, mana bu nullni ham anchor point bitta joyda. O'shanda gradusi bir xil aylanadi. Tushuntira oldimmi? Mana bu shape'larda hammasini anchor pointi mana shu bitta nuqtada turibdi hozir. Endi bularni hammasini belgilab oldim va mana bu yoqdan parent link qilib null objektga tobe qilib qo'ydik. Juda ham yaxshi. Endi shunchaki buni xohlasak positionini masalan ko'tarishimiz mumkin, balandroq qilib qo'yishimiz mumkin yoki rotationni ham o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, rotation tanlaymiz, bitta bosadigan bo'lsak, time ko'paytirilgan. Shunchaki masalan 30 qilib qo'ysak, mana shu holatda aylanadi. 30 juda ko'p ekan, 10 qilsak ham bo'lar ekan. Mana shu holatda aylanib turish uchun 10 qilsak, yoki-da teskari tomonga aylantirmoqchi bo'lsak, shunchaki 10 da oldiga minus qo'yadigan bo'lsak, teskari tomonga qarab aylanadi do'stlar. Juda ham oson ko'ryapsizlar. Endi o harfini bosib kichkina qilib oldim. Bittasini belgilab olamiz. Masalan, eng boshiga kelamiz, birinchisini belgiladik. Va mana bu yoqdan o'zimiz kerakli holatda birinchi rasm yoki masalan o'zimiz kerakli rasmni tanlab olamiz. Mana bu rasm tanladik va bu yoqqa qo'ydik. Juda ham yaxshi. Endi mana buni shunchaki track metni olamizda. Track metdan lag'monchasini olib kelib bu yoqqa tashlab qo'yadigan bo'lsak, mana shunaqa holatga tushadi. Bitta S harfini bosib, buni kichkinaroq qiladigan bo'lsak, bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mana. Endi do'stlar, qaranglar. Burganimda o'zgarib ketyapti, to'g'rimi? Bu joyida qolib ketyapti. Bu narsa joyida qolmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Buni shunchaki mana parent linkni ham bu yoqqa bog'lab qo'yishimiz kerak. O'shanda bir xil aylanib ketadi, ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r do'stlar. Ajoyib. Endi keyingisi, ikkinchisi boshqa xohlagan bironta rasmni olib kelib joylab qo'yishimiz mumkin. Bu yoqda ham xuddi shunaqa track metni olib bu yoqqa lag'monchasi orqali, ya'ni mana buni qolip sifatida ko'radi, mana bu rasm, mana buni qolip sifatida ko'radi va mana bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak, juda ham ajoyib holatda hosil bo'ladi. Mana buni ham qo'yib oldik va buni ham parent linkini bog'lab qo'yamiz. Ajoyib.
Endi uchinchisiga kelamiz. Xuddi shunaqa qilib hammasini tayyorlab chiqamiz do'stlar. Do'stlar qaranglar, aynan hammasini aylantirib kelamiz desak, vaqt yetmay qolar ekan. Ctrl K ni bosamizda, mana bu yoqdan o'zimizga kerakli holatda vaqtni cho'zamiz. Masalan, 30 sekund qilib qo'yamiz. O'shanda bizga kerakli holatda qaranglar, ancha vaqt cho'ziladi. Hammasini belgilaymiz shunda. Hammasini belgilab, mana holatda oshirib qo'ysak bo'ladi. Va mana buni bitta shayda ham yoqadigan bo'lsak, mana bu yoqda o'zimizga kerakli holatda mana bu fayllarimiz ham qaranglar. Bularni hozir qulflab qo'yganman. Bu fayllarni ham mana holatda cho'zib qo'ysak bo'ladi. Oxirigacha olib borib qo'ydik, bo'ldi. Endi bularni yana shayda bosib yashirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni chalg'imaslik uchun. Juda ham yaxshi ozgina yuramiz va mana bu nuqtaga keldik. Bo'ldi. 4 ga kelamiz. 4-chisiga ham xuddi shunaqa yana davom etamiz do'stlar. Mana do'stlar ko'ryapsizlar, juda ham oson. Hammasini tayyorlab chiqdim. Mana yana karuselda yana bitta darslikda ko'rib o'tdik. Yana xudo xolasa 3 ta karusel darsliklarimiz chiqadi. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar, juda ham foydali darsliklar chiqarib beramiz. Hozir men sal murakkabroq yo'llar bilan ko'rsatyapman. Oson yo'llari bor. Bu oson yo'llarni sekin-sekin ko'rsatib boramiz yoki onlayn kurslarimiz oladigan bo'lsanglar, onlayn kurslarimizda hammasida mayda detallariga tushuntirilgan. Har bitta ishda 2 xil 3 xil yo'llar bilan ko'rsatib ketganmiz. Oson yo'llari ham bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.